Eng qo'rqinchli kun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz Hikoya bobo kanalidasiz. Raziyallohu anhuning so'zlaridan yetkazadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Musulmonlar Yajuj Majujlarning o'q yoylari, qalqonlaridan 7 yil davomida yoqilg'i sifatida foydalanadilar. Ushbu hadisni Ibn Majah 40-76. Yajuj Majujlar istiqomat qiladigan joylar insonlardan berkitilgan. Ular va boshqa insonlar orasida katta devor tortilgan. Bu devorning qanday joylashganligi, qavm devordan o'tishi uchun qanday harakatlar qilishi haqida juda ham ko'p afsonalar. Ushbu xalqlar haqida ham juda ko'p hikoyalar mavjud. Ammo yagona va haqiqiy ma'lumotlarning biz muqaddas Qur'oni Karimdan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan bilib olishimiz mumkin. Keling, bular haqida to'liqroq bilib olamiz. Alloh taolo o'zining elchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xabar berishicha, Yajuj Majujlar do'zax ahliga tegishli bo'ladilar. Ularning tabiati ularga haqiqatni anglashga va unga bo'ysunishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ular faqatgina qiyomat kunida murojaatlariga javob beradilar. Qur'oni Karimda yozilishicha, Alloh Yajuj Majujlarning temir va misdan yasalgan devor ortida ushlab turadi. Bu devor Zulqarnayn tomonidan qurilgan. Bu haqida yaratgan onda shunday degan. Ma'nosi: so'ngra u yana sababga ergashdi. To ikki tog' orasiga yetganida ularning ortida biron gapni anglamaydigan qavmni ko'rdi. Ular: ey Zulqarnayn, albatta Yajuj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilar. Biz senga xiroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan dedi. U: Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir, bas, siz menga kuch ila yordam bering. Siz bilan ularni bir devor qilishakman. Menga temir parchalarini keltiring dedi. Nihoyat ikki tog' tomonlar ila barobarlashganda dam uringlar dedi. U to'p temirni o'tga aylantirgach olib kelinglar. Ustidan mis quyaman dedi. Bas, ular uning ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Bu Robbimning rahmatidandir. U agar Robbimning va'dasi kelsa, uning yer bilan barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. O'sha kuni ularning bir-birlari bilan maj urgan hollarida tark etdik va suv chalindi. Bas, ularning hammalarining jamladik. Kaf surasi 92-99 oyatlar. Imom al-Buxoriy navbatdagi hadisni yetkazadilar. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Yajuj Majujning to'siqlarini ko'rganini aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar: u qanday edi? U kishi javob berdi: u budur zambarga o'xshash edi, ya'ni yo'l kiyimdek. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: sen haqiqatdan ham uni ko'ribsan. Ibn Jarir ta'sirida Ibn Qatoridan keltirilishicha, o'sha kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Yajuj Majujlarning to'sig'ini ko'rganini aytganda qo'shib qo'ydi: u xuddi qizil va qora yo'l kiyimga o'xshar edi. Bunga Allohning elchisi sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: sen haqiqatdan ham uni ko'ribsan. Rivoyat qilishicha, Xali al-Bosi, ya'ni arab xalifotining 9-xalifa Abbosiylar sulolasi har xil yerlarga ushbu to'siq mavjudligini tasdiqlash uchun tadqiqotlarni yuboradi. Qaytib kelgach, elchilar shunday deyishadi: to'siq xuddi ko'p qulflar bo'lgan katta darvozaga o'xshaydi va ular juda ham baland. Ularning yonida minora mavjud. Minora ham darvoza yasalgan buyumdan yasalgan. Darvozalarni qo'riqchilar qo'riqlab turadi. Ular shimoli sharqlik kengliklarga joylashgan. U yer aholisi ov qilish, chorvachilik bilan o'zlariga yegulik topadilar va ular anchagina ko'p songa egalar. Imom al-Buxoriy va Imom Muslim ularning onasi Zaynab bint Jahsh anhudan yetkazishlaricha, bir kuni ularning huzuriga qo'rquv bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashrif buyuradilar va shunday deydilar: La ilaha illalloh, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q. Arablarga yaqin kelib qolgan yovuzlikdan qayg'uga botadilar.
Bugun Yajuj Majuj devorida mana bunday tuynuk barpo qilindi deya va bosh barmoqlarini birlashtiradilar. Zaynab bint Ujay radhiyallohu shunday deydi. Men so'radim: "Ey Allohning elchisi, nahotki oramizda solihlar bo'lsalar ham biz halok bo'lsak?" Ha, agar payg'ambarlar ko'paysa. Imom al-Buxoriy 3346, Imom Muslim 2880. Olimlarning aytishicha, bu voqealar Alloh taoloning inoyati bilan bir kun kelib yovuzlikni ushlab turuvchi darvozalarning ochilishiga belgi bo'lishi mumkin. Va Yajuj Majujlar odamlar orasiga chiqadilar. Va boshqa hadisda aytilishicha, Abu Hurayra anhu aytadilar: Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: haqiqatdan ham Yajuj Majujlar har kuni yer qazishadi va toki quyosh nuriga yetib borgunlaricha qaziverishadi. Va ularni boshqarib turuvchisi shunday deydi: qaytinglar, qolganini ertaga davom ettiramiz. Alloh esa ushbu to'siqni qayta tiklaydi va uni avvalgidanda mustahkam qilib qo'yadi. Bu esa ularni paydo bo'lish vaqti bo'lguncha davom etadi. Ular yana ortlariga qaytib, quyosh nuriga yetgunlarigacha qadar qazishda davom etishadi. Va ularni boshqarib turuvchi shunday deydi: qaytinglar, qolganini ettiramiz. Inshaallohu taolo. U o'z so'zida istiqno tarzida Alloh xohlasa deydi. Ular qaytishganida devorni xuddi qoldirganlaridek ahvolda ko'rishadi. Qazishda davom etishadi va natijada Zulqarnayn tomonidan qurilgan devorni buzadilar. Tashqariga chiqib, har tarafdan odamlarga hujum qilishadi. Ular daryolarni qurgunicha barcha suvlarni ichadilar. Odamlar ulardan o'zlarining qalqalarini berkinishadi. Ular osmonga qarab o'q otadilar va u o'qlar qonlanib ortga qaytadi. Bu esa ularga sinov bo'ladi. Ular shunday deyishadi: biz yer aholisini va samo ahlini yengdik. Shunda Alloh ularning boshlariga qurtlarni yuboradi va qurtlar yordamida ularni o'ldiradi. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qalbimning sohibi Alloh nomidan ichamanki, yerdagi hayvonlar va hasharotlar ularning go'shti bilan semiradi. Hadisni Imom Ahmad, Imom Termiziy, Ibn Moji, Ibn Hibbon, Al-Hakim, Ibn Joriy at-Tabari yetkazganlar. Alloh taolo barchamizni o'zi asrasin. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, o'z fikrlaringizni izohlarga qoldirishni unutmang. Barchamizni Alloh o'z panohida asrasin. Qadrli obunachilar, xayr ko'rishguncha.